Salom do'stlar. Reading mashqimiz juda boshlang'ich darajadagilar uchun. Tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Demak, the kid and the bin, ya'ni bolakay va axlat idishi. Hop, boshlaymiz. Sid is a kid, ya'ni Sid bu bola. Sid has a tin can, ya'ni Sidda konserva idishi bor edi. Sid puts the can in a bin. Ya'ni Sid konserva idishini axlat chelagiga tashladi. The bin is big. Ya'ni axlat idishi katta. Sid is a good kid. Ya'ni Sid yaxshi bola deyapti. Va savollarga o'tamiz. Who is Sid deyapti. Ya'ni Sid kim edi? Kim u? Va yuqorida javobi keltirilgan. Sid bu bola. Ya'ni Sid bu bola. Javobimiz shu bo'ladi. Hop. What does Sid have? Ya'ni Sidda nima bor? Sid has a tin can. Ya'ni Sidda konserva idishi bor. Where does Sid put the can? Ya'ni Sid konserva idishini qayerga tashladi? Qo'ydi yoki Sid va javobi Sid puts the can in a bin. Ya'ni Sid konserva idishini axlat chelagiga tashladi. How is the bin? Ya'ni bin qanaqa edi? Ya'ni o'sha axlat idishi qanaqa edi deyapti. Va bu yerda javobi the bin is big. Ya'ni axlat idishi katta. Va oxirgi savol, is Sid a good kid? Ya'ni Sid yaxshi bolami? Yes, he is a good kid. Ya'ni mana bu yerda ham aytib qo'yibdi. Sid is a good kid. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.